Elim yaxşı ağzını jitib etmepti. Kirdingmi? Yüz gözümün saq yeri qalmapti-ku. Kimdan tayoq yedi? Ha? 我们那个后面是玉米提把我打了。 Nima ish qilsini buncha o'laveraydi-ki? Sen nima ish qilgan? 我早上穿就是那个白色卫衣，把我弄脏了。那个卫衣是我昨天刚买的。然后我跟他说，你把我衣服给我赔。他说我帮你洗去，兄弟，不好意思。我说我把这个把就什么洗的，我啊帮人家사람活动我不办，就是办事。我就给他说这句话，把我打成这样。 Shu gapga aran ashinchilik tayoq yedingmi? Elim yaxshi og'zingni jitib etmapti. Menga hozir chiqib bilan kechirim so'ra. 你是我捡还是他捡？我凭什么给他道歉？ Bilamsan, uni opsi baldir tugab ketgan, u degan bir yetim. Atası yok, anası yok, bu dünyada har iken. Qanday qilamiz endi